hayot meni qo'limga olib qo'ygan bo'lsa ham, lekin mukofoti bilan qilib bergan. Mukofotni aravakashlikda deb bilgan Zafar aka nogiron, lekin bu ularning imkoniyatini cheklamadi. 50 kiloni ham dashni ko'tarib tashlayman. Hozir bitta qo'lga Xudo o'zi menga yordam beradi. Zafar aka qancha samimiy bo'lishiga harakat qilmasin, shu pok qalbini og'ritadiganlar ham topiladi ba'zida. Arava bo'shmi deydi bir odam, yugurib boramas, ikki kishi bo'lsa agar menga sirom qaraydi-yu, sherigimni oladi. Bu o'ylaydi, qo'li yo'q, ortolmaydi. Aka uzr deydi, sherigimni olib ketadi, o'shaga qanday yuragingiz ichdan yig'langiz kerak ekan. Bu xafalikka barham beradiganlar bor qahramonimizning hayotida. Biridan chiroyli qizchalarim bor. Ularni ko'rsam hayotda yana intilgim keladi meni. Bir qo'li yo'qligi Zafar akaga duo qilmaslik bahonasini yaratmagan. Kimlardir o'ylaydi, bitta qo'l bilan qanaqa duo bo'lar ekan. Lekin men qalbimdan, yurakdan shuni chiqarib duo qilaman, Allohning o'zi eshitadi. Qilinayotgan duolar kelasi yil ijobat bo'lishi mumkin, chunki Zafar aka orzularini amalga oshirmoqchi. Belik bilan bo'lsa ham hajga ketaman kelasi yil niyat qildim. O'sha yerga butunki O'zbekiston hamma xalqini duo qilaman. O'sha yerga yetib olsam armonim yo'q edi. Sinovli hayotda doim yonida turgan ayoli bugun o'z eridan eng shirin so'zni eshitdi. Ular bunga loyiq. Yulduz, butun dunyo ko'rsa ham men seni sevaman. Sen meni Alloh bergan farishtam, yakka yagona. Zafar akaning mashaqqatli mehnati uchun bir dona like bosib qo'ying. Yaxshi so'zlarni esa izohlarda kutamiz. Zafar aka, qayerliksiz o'zsiz? Samarqanddan. Samarqanddan. Nima uchun aynan Qo'yliq bozoriga kelib aravakashlik qilyapsiz? Endi oilamizni boqamiz, tirikchilik qilamiz, Xudoga shukr. Halol ishlasa yaxshi-da odam. Davlatning puliga qaram bo'layotgandan ko'ra ishlagan yaxshi-ku. Qo'lingiz yo'q, bitta qo'lingiz bu tug'mami yoki orttirilgan yoki majbur bo'lganmisiz hayot davomida kesib tashlanishga? Moskvada ishga bordim. Yosh edim, 22 yoshga edim. Ishladim, yaxshi bo'ldi, lekin sovuq keldi, zavodga kirib oldim. O'sha san'atga uncha tushunmadim. To'g'risi o'zim ishga chaqqon edim, shu Xudoning irodasi ekan, shu qo'limdan ayrilib qoldi bu yoqqa. Bushlatdan tortib ketib qoldi sovuqdan. Undan keyin davolandingiz, lekin misol uchun pul olib, oylik puliga qarab yashasangiz bo'lardi-ku. Misol uchun qiynalmaysizmi bitta qo'l bilan? Yo'q, endi davlatga qaram bo'lishni yoqtirmayman-da. Men halol ishlab yurgan bola endi qanaqa endi borib menga pul ber deyishga men or qilaman-da unaqa narsadan. Hamma narsani intilsa, harakat qilsa, o'zi Alloh yaratgan o'zi beraveradi. 3 ta bolam bor, ayolim bor, Xudoga shukr. Hech kimdan kam emasman. Oilam yaxshi hayot kechiryapmiz. Boraman, 3 ta bolam cho'p oldimga keladi. 3 ta qizim bor, biridan chiroyli qizchalarim bor. Ularni ko'rsam hayotda yana intilgim keladi meni. O'sha maqsadim shu. Ishdagi charchoqlaringiz undirilib ketsa kerak. Qiynalmaysizmi? Misol uchun bitta qo'l bilan bitta qopni ko'taryapsiz-da. Endi Xudoning irodasi endi kuch shuni bittaga berganda. O'zim sportga ham qiziqishim bor edi. Sportga ham bir qiziqishlarim yaxshi edi. Agar nima bo'lganda bir sportga ham qiziqishim bor edi. O'zbekistonning bayrog'ini Dakarga ko'tarish borishgan haqqim nima bu qiziqar, intilishim bor edi. Shuning uchun 50 kiloni ham dashni ko'tarib tashlayman. Hozir bitta qo'lga Xudo o'zi menga yordam beradi. Lekin ana shu orzularingiz qo'lingiz bo'lganda amalga oshardi, lekin shu taqdir ekan amalga oshmay qoldi, to'g'rimi? Lekin bizda imkoniyatlar bor, imkoniyat cheklanganlarga ham sportlar bilan shug'ullanish, lekin bir narsasi borda, armon degan narsa bor ekanda. Siz xafa bo'lmaysizmi? Nolimaysizmi hayotingizdan? Axir men ham shunaqa bo'lsam bo'lardi-ku, oddiy odamlarga o'xshab degan narsa o'tarmi ichingizdan? Ichingizdan to'g'risini ayting faqat. Erkak kishisiz, erkak kishining ichida baribir o'tadi bu narsa. Armon o'tadi, lekin bolalarni ko'rsam yana shu armon yana chiqib ketadi. Xudo menga bermasa shu 3 ta qizimga bersin deb faqat jumlaga chiqib Allohdan duo qilib so'rayman. Ey Xudo, menga bermading shu narsani, 3 ta bolamga ber, 3 ta bolam orzavasiga yetsin deb faqat duo qilaman. Menga ber, men yeta olmadim, farzandlarim yetsin deyman. Bir kunda nechta odamga xizmat qilasiz? Misol uchun mana bozorga chiqqaningizda. O'zim kuchimga yarasha xizmat qilaman. Kuchimga yetgancha yuk chiqaraman. Ko'plari endi katta-katta qoplar bo'lib qoladi. Ular masalan shahardan keladi, ko'plari bir tomondan ko'targisi kelmaydi. O'shanga sal ko'tarib qo'yaman, gazda o'shalarni oldiga sal uy olib qolamiz.
Odamlarning munosabati qanday sizga? Misol uchun ba'zi shoshilishingiz kerak, lekin imkoniyatingiz bunga yo'l qo'ymaydigan paytlar ham bo'ladi. Odamlar qanaqa munosabatda bo'ladi shu payt sizga? Bir marta yaqinga bir inson kelib qoldi, endi birdan 3 qopmi 4 qop kartoshka, piyoz bor edi, endi davay deb qolganga o'shanga sal qattiq gapirib yubordi. O'shanga yuragimga sal armon bir tegib ketdi. Nima deb gapirdi? Bajara olmasang nima qilasiz aravaga? Boshqa ish qilingda, cho'shyapman, davay deb gaplari yurakka odam sal yerga qarab qo'yar ekan. Endi shunaqa ko'ngil sal buzilib qoldi. Yoshi keksa onaxonlar kelib qoladi. Ularga bepul shunday ona keng deb qo'lga yopishaman, shu dunyoga shu savob yig'aylik deb 2 qat singillarimiz chiqib qoladi. O'shalarga umuman cheksiz men uchun VIP ularga qayga desa ham, tunnel yaqin bo'lsa ham, bitta qo'lim bo'lsa ham, o'sha qariyalarga, 2 qat ayollarga polni qo'limdan kelgancha bu dunyoga yordam qo'lim cho'zgim keladi. Teginga puli kerak emas ularga menga. Nega yaxshilik ulashishni yaxshi ko'rasizmi? Endi u dunyoga ham sal bo'lsa ham o'zingizga savob olib kelsangiz yaxshi bo'ladi-da. Kimlardir o'ylaydi, bitta qo'l bilan qanaqa duo bo'lar ekan. Lekin men qalbimdan, yurakdan shunday chiqarib duo qilaman, Allohning o'zi eshitadi. Shu bitta qo'limni o'zi men chap qo'l emas bu, ham chabi ham, o'ng ham Alloh shu bitta shunga bergan, mana shunday qo'limga bergan, shu kaftimga bergan. Duoni ham chap qo'lingizni qilib, niyatlarni qilasiz. Hammasini chap qo'lda qilaman, o'zi qalbdan aytaman. Chapmi, o'ng farqi Alloh meni shu bitta chap qo'lim, bitta qo'limga bergan. Hamma barakasini, nima duoni ham shu bittaga bergan. Har bir insonni kelajakka orzu qo'yib yashaydi-da inson. Sizning maqsadingiz, orzungiz nima? Ich-ichingizdan xohlaydigan orzungiz bormi sizni? Qaniydi, Xudo xohlasa, mana shunaqa pul topib, pul yig'ib, mana shu ishni qilaman, mana bunaqa qilaman degan orzungiz bormi? Bor. Masalan, men hajga borishni xohlayman. Velik bilan bo'lsa ham hajga ketaman, kelasiga niyat qildim. O'sha yerga butunki O'zbekiston hamma xalqini duo qilaman. O'sha yerga yetib olsam, armonim yo'q edi. Nega aynan bu maqsadni qo'yapsiz? Shuncha qiyinchilik ko'rgan inson, ya'ni ozgina shu velikka ham shunday qiynalib borishni xohlayman. Ozgina qiynalib borsam, ozgina savob tegadimikan deb maqsadga, ichimga, qalbimga olib yuribman shuni. Inshaalloh nasib qilsa bu niyatga ham yetaman. Demak, pul to'playapsiz, o'sha kunlar uchun ham. Xudo xolasa hammasi bo'ladi. Harakatim o'zimga yarasha, ishga men chaqqon harakat qilaman o'zim. O'zim harakatim chaqqon, 100% har tomonlama chaqqon harakat qilaman. Bir narsaga qilaman desam, dakansa o'sha ishga harakat qilib yiqilgan bo'lsam ham boraman o'sha ishga. Ishlayapsizmi charchamasdan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Sekin yurimiz mana qimirlab. Ha. Bular taniysizmi bularni? Ha, taniyman. Qanaqa inson bular? Bu ham yaxshi odam. Qaysi taraflama yaxshi? Yo, mehnatkash. Rahmat. Yaxshi mehnat qiladi. Ancha yildan beri ishlaydi bu ham. Menga o'xshab. Men ham 1990-yildan beri ishlayman. Bir qo'li yo'q deb hech anaqangiz kamsitingizlarmi? Yo'q, kamsitish yo'q. Kamsitish yo'q. Naborat hurmat qilamiz. Izzat qilamiz. Bir-birimizni hurmat qilamiz. Hech qachon bir-birimizni tashlab qo'ymaymiz. Yaxshi. Yordam bergan paytlaringiz ham bo'ladimi? Yordam bergan paytlarimiz ham bo'lgan. Arabada klientlar top berganmiz. Ko'p anaqa qilganmiz, yordamlashganmiz. Nega yordam bergisi keladi? Qalbingiz ichim nima mehribonlik tarafidan ichim achiydi-da shu odamga. Achiydi. Nega deganda mehnatga qobiliyati unchalik yo'q, bir qo'li yo'q. Endi mana shunchalik mehnat qilayotganiga rahmat shuni. boshqasi bo'lsa uy yotardi. Ha, boshqa odam bo'lganda yotardi. Haqiqatda to'g'risini aytyapman. Mehnatkash, o'zi mehnat qiladigan odam. Men o'zim 1990-yildan beri ishlayman. Alloh meni qo'limni olgan bo'lsa ham, lekin katta sovg'asi bilan bergan menga. U kim u, bilasizmi? Bu kim? Meni ayolim bu. 3 ta bolam bor. Meni yaxshi ko'radi. 2 yildan beri yashayman, lekin men hech qachon meni ta'na qilmagan meni. Men yaxshi ko'raman uni. Gapiraman, qattiq gapiraman, nima gapiraman, lekin ayolim yaxshi ko'raman. Chunki men oq taraf
nima qo'yibdi, Boricha qabul. qabul qilyapti. Bir hech qachon meni qo'lim ta'na qilmagan. Даже tongni o'zi shunday men boryapman Toshkentdan desam agar to'lib toshib non bilan boraman. Cho'p 3 ta qizcham oldin cho'p keladi. Ayolim ham cho'p, hammasi meni quchoqlab oladi. Ana shunda meni bormi? Kameraga ayta olasizmi sevishingizni? Kameraga ayolimni aytaman, nimaga ayta Ismi olmayman? bilan murojaat qilib aytingchi. Yulduz, butun dunyo ko'rsa ham men seni sevaman. Sen meni Alloh bergan farishtam, yakka yagona.